Titanlar hujumi animesi juda ham qiziqarli ishlangan va albatta bu animeni Ervin Smithsiz tasavvur qilib bo'lmaydi va uni animedagi eng aqlli, hattoki daho darajadagi qahramon desak ham bo'laveradi. Bu videoda aynan mana shu qahramon, ya'ni Ervin Smith haqida gaplashamiz. Uning tuzgan rejalari va umuman uning hayoti haqida ozgina bilib olamiz. Titanlar hujumida birgina aqlli odam va qolganlar ahmoq degan narsa yo'q. O'zi chuqurroq kirsak, hamma qahramonlarning kirdikorlari va ularning qilmishlarini bilib olamiz. Masalan, Dot Pixis, Case Shadis ismli soyadagi qahramonlar ham juda aqlli va strategiyani yaxshi tuza olgan. Lekin ularning ichida Ervin ajralib turardi. Bilasizmi nimaga? Sababi u o'zini saqlab qolishi yoki o'zi xavfsiz yashashi uchun emas, butun boshli qirollikni va insoniyatni saqlab qolish uchun. Qisqasi, insoniyatni ozodlik uchun harakat qilgan. Animedagi qidiruv bo'limining sardori Case Shadis edi va uni qo'lida bir vaqtlar Ervin ishlagan. Bir kun kelib janob Shadis Ervin undan aqliy tomonlama ancha kuchli va yetuk ekanligini tushunib yetadi va qidiruv bo'limini sardori etib tayinlaydi. Va bu juda ham to'g'ri qaror edi. Boshqa tomondan Case Shadis tuzib chiqqan strategiyalar va ekspeditsiyalar o'xshamasdan ko'p askarlarni yo'q bo'lishiga olib kelayotgandi. Bunda esa Shadis o'zini aybdor deb bilib bu ishdan voz kechadi. Ervin qidiruv bo'limini xohlagancha o'zgartirib, xohlagancha o'zi kuchli deb bilgan jangchilar va askarlarni tanlab olishi mumkin edi. Uning rejalari aynan shu bilan boshlandi. Levi hamda Hanji kabi qahramonlar bilan qidiruv bo'limi qayta jonlandi. Ervinning rejalari bilan o'tgan ekspeditsiya va tadqiqotlar yaxshi ketayotgandi. Titanlarning ko'p qismini qirib yuborishardi. Ammo jangda baribir ko'p askarlar halok bo'laverardi. Keling endi mavzuni boshqa tomonga burib, uning o'limigacha bo'lgan eng dahshatli rejalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi fasldanoq odamlar va titanlar o'rtasida juda katta jang boshlanadi. Ervinning birinchi rejasi bu 57-ekspeditsiya bo'ladi. Bunga muvofiq esa askarlar har doimgidek devor tashqarisiga chiqib titanlarni o'ldirmasdi. Asl reja umuman boshqacha bo'lgan. Ya'ni Ervinning fikricha, qidiruv bo'limida qandaydir xoin bor. Va u mana shu xoin askarni ushbu ekspeditsiyada tiriklayin ushlab olmoqchi edi. Ya'ni qahramonlar ichidagi xoinni aniqlab olish uchun aynan shu rejani tuzib chiqqandi. Ervinning bu o'ylari ancha oldin Mariya devori buzilganda boshlangan. U oddiy titanlar bunday aqlli harakat qila olmasligini tushunadi. Shu tariqa u titanlarni boshqarayotgan yoki titan bo'la oladigan odamlar bor degan xulosaga keladi. Vaqt o'tib esa Eren titanga aylangach, bu xulosa to'g'ri ekanligini tushunib yetadi. Ko'ryapsizmi, bu birdaniga tayyorlangan yoki shoshqaloqlik bilan tuzilgan oddiy reja emas. Bu qariyb 5-6 yil davomida tuzilgan puxta reja edi. U bilardiki, bu ekspeditsiya ko'p askarlarni hayoti evaziga amalga oshardi. Bu tadqiqot davomida Ervin reja qanday bo'lishi va qay holatda kuzatuv olib borishini hech kimga aytmagan, hattoki Leviga ham. Yosh kadetlar hududni qayerda joylashgani aniq edi, ammo Eren uni qayerda joylashganini faqat Ervin bilardi va buni hech kimga aytmagan. Bu esa guruh ichidagi sotqin uchun yaxshigina kutilmagan sovg'a edi. Ayol titan birdan paydo bo'ldi va u boshqa askarlarga e'tibor bermasdan, albatta Armindan tashqari qolgan hech bir askarlarga e'tibor bermasdan faqat Erenni qidirishni boshladi. Bundan ko'rinadiki, guruh ichidagi kimdir Erenni qayerda joylashganini aytgandi. Shu yerda siz aytishingiz mumkin, Erenni qayerdaligi sir tutilgandi-ku deb. To'g'ri, sir tutilgandi, lekin har bir askarga ular har xil tushuntirishgandi. Ba'zi askarlarga u sharqiy tomonda deb, ba'zi askarlarga u janubiy tomonda deb. Lekin Eren ikkala tomonda ham yo'q bo'lgan. Titan egasi, ya'ni ana shu ayol titan egasi janubiy deb aytilgan askarlar orasida bo'lsa, demak u askarlarni faqat janub qismidagilarni tekshiradi. Eren ana shu joyda deb o'ylab faqat janub tomonga yuguradi. Rejaning ikkinchi qismi, o'rmon ichida bo'ladigan janglar esingizdadir. Titan baribir Erenni qidirib topdi va ortidan quvishga tushdi. Lekin bu ham Ervin tomonidan o'ylab qo'yilgandi. Yoki boshqacha qilib aytsak, Ervin Erendan yem sifatida foydalandi. Agar rostdan ham titan ichidagi odam xoin bo'lsa, Erenni ortidan yugurish kerak edi va hammasi u o'ylagandek bo'ladi. Ayol titan o'rmon ichidagi tuzoqqa tushdi. Ervin uni o'ldirmasdan ichida kim yashiringanini va qanday narsalarni bilib olish mumkinligi haqida o'ylardi. Lekin Madara aytganidek, hamma reja ham sen o'ylagandek ketmaydi. Ayol titan ham kuchli qichqirig'i bilan atrofdagi titanlarni o'ziga chorladi. Natijada esa ayol titanni tanasini qolgan mayda titanlar yeb yuborishdi. Bu vaqtda esa titan ichidagi Anni qochib ketishga ulgurdi. Ammo Ervin aniq tushunib va kim titan ekanligini ham bilib bo'lgandi. Balki ko'rinishiga qarab ham bilgan bo'lishi mumkin. O'zi rostdan bilsa ham bo'ladi. Endi sal Arminga o'xshab ketadi-yu, atak bir qarashda Anni ekanligini bilib olishimiz mumkin. Annidan hamma shubhalanishni boshladi. Keyin Armin, Mikasa va Eren reja tuzdi va Annini bunga ishontirishdi. Stonehenge tumaniga yetib borishganda Anni o'zini qo'lga tushgani va uni kuzatib kelishayotganini payqab qoladi.
keyin Titanga aylanadi. Natijada Stonehenge tumanining 4dan 2 qismi parchalanadi. Eren hamda Annie Titan holatiga kirib bir-birlari bilan jang qiladi. Natijada Annie mag'lub bo'lib, o'z tanasini juda ham qattiq kristalga muhrlab qo'yadi. Shunday qilib endi Anniedan na sirlarni bilib olish mumkin edi va na so'roqqa tutish. Ervinning rejasi bu safar ham o'xshamadi, lekin ular Titan kimligini aniqlay olishdi. Keyingi nishon esa uning eng yaqin do'stlariga qaratildi, ya'ni Bertolt va Raynerga. Xo'sh, Anniening kristallashgani, Bertolt va Raynerning asl basharasi ochilgandan keyin Ervin to'xtab qoldimi? Yo'q, albatta. Bu barcha bo'lib o'tganlari shunchaki boshlanishi edi. Endi uning eng xavfli va qonli yurishlariga navbat kelayotgandi. Ikkinchi faslning oxirida Bertolt va Rayner Erenni o'g'irlab qochayotganda, Ervin ularning ortidan tushdi. O'zi bilan nafaqat qidiruv bo'limi, balki shahar politsiyasini ham olgandi. Ervin har doimgidek hech kimga bir so'z ham demasdan Raynerning orqasidan quvishni boshlaydi. Uning rejasi esa zirhli titan qarshisiga ko'plab mayda titanlarni olib borish edi. Rejaning yana bir dahshatli va kutilmagan holati Ervinni qo'lidan ajrashiga olib keldi. Lekin qanchalik o'zining hayoti qil ostida turgan bo'lsa ham, u orqaga chekinmasdan insoniyat uchun kurashishda qaytmadi. Eren u uchun so'nggi chora edi. Eren esa hali hamon Rayner va Bertolt qo'lida. Ularni oldiga esa allaqachon Mikasa, Jan va Connie yetib borgandi. Ervin esa ko'plab titanlarni Raynerga qarshi qo'ydi. Rayner titanlarga qarshi urushaman desa qo'llarini qimirlata olmasdi, sababi uning qo'llarida Bertolt va Rayner bor edi. Zirhli titan atrofini mayda titanlar o'rab oldi va bu fursatdan foydalangan holda Mikasa Erenni qutqarib oldi. Eren qutqarilgach, Ervin hammaga chekinish buyrug'ini berdi. Rayner, Bertolt va Ymir Erenni olib ketdi olishmadi va Mariya devori tomonga chekinishdi. Ervin bu safar biror bir sirni bilish uchun kurashmadi. U shunchaki xoinlar aynan Rayner va Bertolt ekanligini bilish uchun kurashdi. Endi bilmadim, agar rostdan ham Ervin ularni qo'lga olganda balki so'roq savolga tutgan bo'lardi, lekin baribir na Bertolt va na Rayner bu savollarga javob berardi. Lekin bunday dahshatli ekspeditsiyadan keyin juda ko'p askarlar halok bo'lishdi. Bundan esa qirol hamda qolganlar nafratlanib qidiruv bo'limini va Ervinni siquvga olishdi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, siz devor tashqarisida juda ham ko'p titanlar bilan jang qilyapsiz. Sizni qo'llab-quvvatlash kerak bo'lgan odamlar sizdan nafratlanyapti va sizni bo'limingizni tarqatib yubormoqchi. Razvedka korpusining ahvoli ham aynan shunday edi. Kelib-kelib devor ichidagi oilalar va ularning soxta qiroli razvedkaga yopishib oldi. Ular Erenni bizga topshirasan, senlarni bo'limingni esa tarqatib yuboramiz deb ochiqchasiga shart qo'yishdi. Nimaga bilasizmi? Chunki bu saroydagilarga insoniyatni qutqarish emas, faqatgina o'zlarining shinam joylari, boyligi va sirlari yashirin qolishi kerak edi. Ervin bu vaziyatda bitta narsani aniq tushunib yetdi. Agar tashqaridagi titanlarni yengmoqchi bo'lsak, avval ichkaridagi bu chirigan tizimni tozalab olishimiz kerak. Aks holda o'zimiznikilar orqadan zarba beraveradi. Xo'sh, u nima qildi? Qilich ko'tarib qirolni o'ldirgani bordimi? Yo'q, albatta. Axir u Ervin-ku. Agar u shunday qilganda xalq razvedkani isyonchilar, to'polonchilar deb bilardi va devor ichida qonli fuqarolar urushi boshlanib ketardi. Ervin qon to'kmasdan butun xalqni va qolgan askarlarni o'z tarafiga og'dirib olish kerak edi. Reja qanday ishladi? Keling bu joyini maydalab tushuntirib beraman. Ervin ataylab o'zini qurbon qildi. U qo'lga tushib, harbiy tribunalga qatl qilinishga rozi bo'ldi. Zalda hamma yig'ilgan, soxta qirol va uning ayonlari Ervinga o'lim hukmini o'qib eshittirayotgan bir paytda zalga shoshib xabarchi keladi va bor ovozi bilan baqiradi. Mariya devori buzildi. Titanlar bostirib kiryapti. Vahima boshlandi, lekin e'tibor bering, bu aslida Ervin va Dot Pixisning oldindan kelishib qo'yilgan soxta xabari edi. Endi qarang, bu xabarni eshitgan saroydagilar nima qildi? Ular qochqinlarni qutqarish o'rniga, ya'ni boshqa devor, Roza devoridagilarni qutqarish o'rniga darhol askarlarga buyruq berdi. Ichki devor darvozalari yopilsin, hech qanday qochqin kiritilmasin. Tashqaridagilar o'lsa o'laversin, asosiysi biz xavfsiz bo'lishimiz kerak deb aytdi. Mana shu soniyalarda Ervin o'zi xohlagan natijaga erishdi. Uning qanchalik uzoqni ko'ra olganini sezdingizmi? Hattoki o'zini jonni xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham. Harbiy politsiya, generallar, gvardiyachilar va Dot Pixis bu manzarani o'z ko'zlari bilan ko'rib qotib qolishgandi. Ular o'zlari xizmat qilayotgan saroy ayonlari va ular ishongan odamlar qanchalik xudbin va pastkash ekanligiga 100% amin bo'lishdi. Shu zahoti Pixis va boshqa harbiylar soxta qirolga qarshi qurol ko'tarishdi. Biz o'z xalqini o'limga tashlab ketadiganlarga xizmat qilmaymiz deyishdi-da, o'sha joyning o'zida hammasini qamoqqa olishdi. Ko'ryapsizmi? Birorta o'q uzilmadi, birorta askarning qoni to'kilmadi. Ervin o'zini o'lim yoqasiga qo'yib bo'lsa ham, ularning asl basharasini hammaga ko'rsatib qo'ydi. U kuch bilan emas, aql va dahshatli psixologik bosim bilan g'alaba qozondi. Shu tariqa soxta rahbar taxtdan ag'darilib, o'rniga haqiqiy voris Historia qirolicha etib tayinlandi. Va nihoyat, Shiganshinani qaytarib olish operatsiyasi. Bu Ervinning eng dahshatli va eng so'nggi operatsiyasi edi. Yirtqich titan,
Zirhli Titan va Ulkan Titanga qarshi butun boshli qidiruv bo'limi va bitta Titan. Umuman bu jang oxirida qidiruv bo'limining hech qanday chorasi yo'q edi. Hattoki Levi ham ana shu joyda Ervinga "Nahotki rejang yo'q" deb umidsizlanib qaragandi. Yirtqich Titan uzoqlardan turib mayda toshlar bilan uylarni, askarlarni yo'q qilayotgandi. Devor ichkarisida esa Zirhli Titanga qarshi Eren, Ulkan Titanga qarshi esa Armin kurashayotgandi. Ervin tashqaridagilarga o'z rejasini va qaysidir ma'noda bu jang hayot va mamot ekanligini tushuntirardi va Ervin anime tarixidagi eng ruhlantiruvchi nutqni o'qidi va hamma askarlarga ruhan kuch berib jangga chorladi. Afsuski bu jangda Ervin halok bo'ldi. Ammo u qidiruv bo'limi uchun, do'stlari uchun va eng muhimi insoniyat uchun juda ham ko'p ishlar qilib ketgandi. Levida yana bir imkon bo'ldi. Ervinni serum orqali Titanga aylantirishi va regeneratsiya orqali shikastlangan joylarni qayta tiklashi mumkin edi. Ammo u Ervinni qanchalik charchaganini tushunib yetadi va serumni Arminga yuboradi. Shunaqa gaplar. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Agar siz o'zbek tilidagi sifatli animelarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol Anibla platformasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Havola video ostida va kommentariyasida bo'ladi. Oxirigacha tomosha qilgan barchaga rahmat.